Ustoz, SAT nima ekanligini 45 soniyada tushuntirib bera olasizmi? Bo'ladi, 45 soniyada tushuntirsa. SAT o'zi ikki qismdan iborat. Bunda math qismi bor, ya'ni matematika, va English qismi bor, ya'ni ingliz tili. Math qismi bizni maktabda o'tiladigan matematika dasturi bilan bir xil, hatto osonroq ham. Ingliz tili qismi bo'lsa, aslida evidence based reading and writing deb ataladi. Va bu narsa reading va writing degani bilan aslida IELTSdagi reading va writingdan farq qiladi. Matematika qismida ikkita modulda 22 tadan 44 ta savol bo'ladi va agar mana shu 44 ta savolni hammasini to'g'ri ishlaydigan bo'lsangiz, 800 ball yig'ishingiz mumkin bo'ladi. Ingliz tili qismida bo'lsa, 27 tadan ikkita modulda 54 ta savol bo'ladi. Agar mana shu 54 ta savolni hammasini to'g'ri ishlaydigan bo'lsangiz, bunda ham siz yana 800 ball ishlashingiz mumkin. Demak, umumiy olganda matematika va ingliz tilidan jami 98 ta savol bo'ladi va bu 98 ta savolga umumiy hisobda maksimal 1600 ball yig'ishingiz mumkin bo'ladi. SATning ingliz tilisi bilan IELTSning qanaqa farqi bor? Bu savolga javobni endi keyingi videolarda beraman.